Assalomu alaykum, Yangi bozor, Parkent, Juma bozorli akalarimiz. Sizlar uchun dachani vashi shikarnisini topib qo'yganman. Prosta kevoradigan joyi. Chorvoqga borib o'tirish shart emas. Yangi bozor o'zida takoy muzda lyohki dacha. Hozir men sizlarga buni obzor qilib ko'rsataman. Mana bu yoqqa o'tirib, leyslarni ochib qo'yib, semchkalarni chaqib o'tiradigan joy edi. Qorni bor, zdaroy, baqot akalarimiz yerda siqilib qoladigan bo'lsa, mana bu takoy oyog'i cho'zib yotadigan joy ekanda. Opa! Taqilib. Opa! Ovqat qilish uchun mana hamma sharoitlar bor. Qozon, o'choq, shashlik qilasizmi? Hamma sharoitlari bor. Basseynimizga keladigan bo'lsak, bo'yiga 8, eniga 4, chuqurligi 2 metr. Bilaman sizlarga dacha yoqdi, lekin dachani ko'rinishidan ham ko'ra sizlarga narxi qiziq bo'lyapti. Narxi $100. Bizning nomimizdan telefon qilsanglar, 1200 ga sinib beradi aka. Bu faqat haftaning shu ish kunlariga, haftaning dam kunlarini, ya'ni shu yozib qo'ygan nomerlarimizga bog'lanib, sekin aka bilan o'zingiz sekin gaplashib olasizlar. Akalar, manzilimiz Yangi bozor, Inter bolnitsani orqasida Olmazor mahallada. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, shu nomerga telefon qilib aloqaga chiqsanglar, akam sizlarga lokatsiya tashab beradi. Yangi bozor o'zida shunaqa shinam joy.